Bizga nasib qilsin deb shuni kommentda yozib qo'ysa, 100 tadan nasib qilsa, shu qo'zlar ham egizak tuqqan. Buni 50-60 ta qo'ylar hammasi egizak tuqqan. Zoti egizak zot. Mana bu qo'ylar oddiy qo'y emas aka. Alisher, assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun qo'ylarda bitta chiroyli qilib video qilamiz. Yaxshi qo'ylar kelgan. Abishni qo'ylar emas, xudo xolasa yaxshi. Bitta addini kakalab qo'ydi. Shu chiqartirib ko'rsatib berasiz Alisher. Hozir bitta qo'radan chiqadi aka. Bitta chiqarib berasiz. Videoda akalar e'tibor bilan oxirigacha ko'rasizlar, chunki egizakchi bo'g'oz qo'ylarni bugun nomeradillari kelgan aka. Qarang, bo'lmasam bitta chiqarmay boshlab turaman videoda, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Bugun xudo xolasa haftaning chorshanba kuni 15-aprel 2026-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz akalar. Ya'ni o'sha sog'liqda eng zo'rini, eng liderini olib keladigan akalar mana. Sizga aytaman aka, mana shu qishloqda Saroyda aylanib bunaqa ona bola qo'y topolmaysiz aka. Men sizga aytayapman aka. Xudo xolasa biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on Saroyda Ahmadjon akamizning qo'ralariga kelganmiz akalar. Qo'ylarda aka zo'ri kelgan. Narxi Ahmadjon aka, assalomu alaykum. Narxi zo'r bo'ladi aka. Alisher, xudo xolasa narxi o'ta yengil bo'ladi, xudo xolasa. Chiroyli qilib qo'ldan kelgancha qo'yib beramiz uka. Yashang. Qo'ylarning bo'g'ozi, egizakchisi hammasidan bor uka. Alloh. Hozir bitta ma'lumot beramiz, e'tibor bilan ko'rib turing. Xudo xolasa. Mana shu qo'zlar akalar, hozirgi chiqayotgan bara qo'zlardan katta. Sutga to'ygan qo'zlar. Endi bu degani aka, onasi ham badani yaxshi ekanda, mana onasidan ko'rsin. Endi qo'zi kelsa akalar ko'proq onasi katta deymiz, lekin aka mana siz onasini siz bitta ko'ring aka, mana. Ustini qarang. Voy mashalloh. 6 tish. Ahmadjon aka, bugungi xudo xolasa qanaqa qo'y ko'rsatamiz aka? Bugungi xudo xolasa egizakchisi bor Alisher, yakkina bolasi bor, bo'g'ozi bor, qisirlari bor uka. Qo'ydi hammasidan bor. Bugun yaxshisi kelibdi aka. Xudo xolasa qo'ydi o'ta yaxshilari. Mana bu qo'zimi bu? Qo'zi. Mana 70-80 qo'zi aka. Ashkatta qo'ydi bolasi, enasini ko'rsatib qo'yish qo'ydi. Ana. Ashkatta qo'zini bolasi, enasi. Mana akalar. Oyoq qo'li juda uzun ekan lekin ha. Buni ham 90 ga olishaveradi. Mana 4 dan 6 ga harakat qilyapti ekan. Lekin akalar bitta narsasiga e'tibor berasizlar. Bu tomon salqin, narigi tomon quyosh. O'tayotgan mobaynida qo'y sizga akalar har xilroq ko'rinib qolishi haligi. Nima desa bo'ladi akalar? Qo'y sizga rangi yoshlar ko'rinmay qolishi mumkin. Suyagi обязательно shunaqa turadi akalar. Mana shu qo'ylar mana shu tulyapti mana. Simjum. Hop, nechta soni aka? Buni soni xudo xolasa hop. Buni soni 15 ta. Hop. Soni 15 ta. Xudo xolasa hop. Nechtasi bolasi qo'chqor, nechtasi sovliq? Hop, buni ichida sovlig'i ko'proq uka. Aha. Sovlig'i ko'proq sababi mana bu qo'zlarga qarang, mana yaqinroq qilib ko'rsating, shu qo'zlarga qarang, quloqlarga qarang. Yeltiroq qo'z ekanda. Shu qo'zlarga qarang. Endi aka, bu menimchalik 5 ta qo'chqori bor. 10 ta sovliq. 10 ta sovlig'i bor. Hali aytamiz-ku, aka, onasini ozdirgan mashq qo'zlar deymiz, lekin bu onasini badani yaxshi ekan, lekin hammasi onasi mashq kattalar qo'zi. Qo'zi sifatini qarang. Sovliqcha ekan. Mana nar sherigini o'sha shuni sherigini mana orqasi turibdi. Mana shu qo'zlarga mana aka. Mana qo'y xulashga akalar. Sizga 15 ta qo'yga pul sanaysiz. Mana akalar. Mana kashtan tozalaridan. 15 ta qo'yga pul sanaysiz. Qo'y 30 ta bo'lib boradi aka. Lekin jasadi onalarini suyagi ham juda katta ekan akalar. Yana qarang Ahmadjon aka. Iyul kelyapti. Onalarini agar yana qo'chqorlarni zo'ri bo'lsa qo'shib olishadi. Bemalol qo'chirib qo'yishaveradi. Bemalol. O bo'ynini. Hozir qo'chqor qo'shib qo'ysa bo'ldi. Mana kastakni baquvvatligini ko'ring aka, onasini. Endi akalar mana. Xudo xolasa yaxshi ekan. Rangi voshi birinchi o'rinda aka. Rangi voshi yaxshi ekan. Qo'ydi suyagi. Qarang, birorta bir dumbas tashagan, bir besifati yo'q. Rangi ham, suyagi ham, kattaligi ham, qo'ylarning onasi ham zo'r ekan akalar. Eng qiziq mana idishlari ham ko'ring. Bitta sigirda idishda bo'lib ketibdi, jonivorlardish, ha? Bitta ko'rib olishaveradi. Idishlari ham hamma yo'g'i ek ko'taryapti ham ishlaydi Alisher. Bitta ko'rib olishaveradi. Bitta bir dona. Mana shu hurmatli do'stlar, mana shu akalarimiz haqiqatdaniga yaxshisini olib kelishyapti. Duo qilib qo'yasizlar akalar. Yaxshi qo'yni olib kelishyapti, sizga yaxshisini biz tavsiya qilyapmiz aka. Tepasiga kelib, talamash qolishyapti kerak bo'ladigan bo'lsa. Alisher, haligi olishmasa ham hali qimmat ekan, arzon ekan deyish kerak yo'q.
O'sha odamlar qimmat ekan degan odamlar bizga nasib qilsin deb shuni kommentar yozib qo'ysa, 100 tadan nasib qilsa, ayniqsa o'sha qimmat ekan degan odamlarga 100 tadan nasib qilsa har bittalariga. Lekin buni ham qo'ydi olib kelish, topib kelish umuman oson bo'lmayapti. Masalan, o'sha qimmat degan odamni qo'ydi, mana shu qo'ydi eng pastini ham 8 million, 8,5 millionga bermaydi. Eng pastini ham. To'g'ri aka. Endi o'ziga yarasha mashaqqati bor aka. Albatta. Endi buni akalar siz obunachilarimizga kerak bo'lsa aka kechani kecha, kunduzni kunduz demay aka topib kelishyapti. O'shaning uchun akalar yaxshi kommentarlar yozib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz narxini aka birovni kuydirib sotish emas. Narxini siz olib foyda qiladigan narxda qo'yib beramiz aka. Xudo xolasa Alisher. Bo'lmasam aka, hop 406 shagina qo'ylar ha. 406. Qancha deymiz narxini? O'zi bu qo'zilar katta ketib qolibdi. Narxini 9 milliondan deymiz uka. 9 million so'm optimiga. 9,5 ona pul emas. 9 million so'm. Masalan, hozir mana shu qo'zi 3 million, 3,5 million. To'g'risi gapda holatiga qarab narx qo'yilyapti uka. 9 million so'mdan ozmas xayrini qilib beramiz uka. Optimalinsa. Optimalinsa. Mana shu onasiga o'xshabdi lekin qarang, oyoq qo'li juda uzun ekan lekin. Onasini tanasidan ham oyog'i uzun ekan. Mana shu qo'zilarda qo'yna bolalarda 10 million, 11 millionga bermaydi ajratib. Anani qarang, bolasini ham 4,5. Optimga bo'lsa ketaveradi aka. Optimga bo'lsa 9 million so'mdan qo'yi yo'q, hammasi ketaveradi. Endi buni tanlashgacha aka. Tanlashga narxini kelishtirib beramiz uka. Tanlashlarga qarab, qo'ydi holatiga qarab. Qo'ydi holatiga qarab kelishtirib beramiz. Tulayapti degan qora qo'yingizlar shunaqalar minusga chiqarib berasiz aka. Chiqarib beramiz uka. Mana shu qo'ylarni minusga chiqarib beramiz uka. Har xilda endi. Aha. Holatiga qarab aka. Holatiga qarab. Qo'yi, misol uchun, qo'zisi kattarog'ini oladigan bo'lsangiz, plus yoki qo'zisi kichkina, onasi ham kichkinaroq olsangiz, minusga chiqarib beriladi akalar. Bu o'rta narxi 9 million so'mdan. Optimga bir joyga olsangiz akalar, ozmas xayri barakasidan uyingizga dastavka qilib, ehtiyot qilib yetkazib beriladi. Ishqivozi bo'lsa akalar, pastda raqamlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqarasiz mana. Doim aytiladi akalar, mana beli yo'g'on, o'zi yo'g'on qo'y, baribir bolani ham yaxshi beradi aka. Mana qo'ylarga ko'ring. Jonivorlar. Sizlarga endi qanaqa ko'rinyapti desam bilmadim, lekin qo'ylarda aka tepasiga kelib bitta ko'ring, jasadi ham juda katta qo'ylar mana. Ishqivoziga tavsiya qilamiz aka, aloqaga chiqarasiz, pastda raqamlar qo'yib qo'yamiz. Bitta ikkita oladigan odam ham telefon qilavering akalar. Kecha-yu kunduz telefonlarimiz aloqada. Keyingi partiyamizni ko'ramiz akalar bo'lmasa. Barakali qo'ylarimizdan, ya'ni akalar ikkitadan bolasi bor. Bu yerda 5 ta ona, 10 ta qo'zi. Nima deyapti akalar? Xudo xolasa onasini sortiga ham e'tibor bering. To'g'ri akalar, egizak chiqayotgan qo'y ko'p, bozorda ham ko'p. Lekin mana bu qo'yda aka abishni qo'yga solishtirmaysiz. Nimagaligini aytaman aka. Yungiga e'tibor bering akalar. Qo'zilariga siz e'tibor bering akalar. Jingalak, jun, misolcha katta kichiklik emas. Mana bu yungilarga e'tibor bering. Asosan qo'yda sortida mana shu yungi ham gapiradi akalar. Qo'yda pichimi. Mana qarang, hammasi yiltiroq qo'zi aka. Alisher, katta kichikligi ham bir xilda. Katta kichikligi ham bir xil qo'zi, birday qo'zi hammasi. Jingalak, unaqa xunuk, urinib qolgan, qiynalgan qo'y emas uka. Hop, ikkitadan bolasi bor aka, hammasi. Ikkitadan hammasini aka. Hop, nechta bolasi? Qaysiniki qo'chqor, qaysiniki sog'liq? Alisher, hop. Sariqga kelasan, sog'liq. Sariq qo'ydik, ikkovi ham urg'ochi. Akalar, egizak qo'ydi, bolasi ham egizak deyshadi o'zasini olganda. Endi shu gapingizni men siz boshladingiz, men o'zi aytmayman dedim, qarab turing. Alisher, shu sariq qo'ydi, enini qarab turing. Enini quloqimni kirib bildirib qo'ying, ha. Mana, ozgina, ha. Mana, ko'ryapsiz. Bunday ham. Buni sheriklari mana bu qo'zilar mana. Shu qo'zilar ham egizak tuqqan. Buni 50-60 ta qo'ydi, hammasi egizak tuqqan. Zoti egizak zot. Egizak zot. Mana shu 3 ta qo'ydi, aniq o'zim mana shu mana bitta, ikkita, 3 ta. Shu qo'y haqiqiy mana bolalari ikkitadan mana. Bolasiga ham shunaqa insaf qo'yilibdi. Bolasiga ham unaqa mana. Endi tishini ko'rsatib qo'y mana. Qo'zichoq. Qo'zi. Mana. Buniki ham qo'zimi? Bu ham qo'zi. Hali tushib o'zishga harakat ham qilgan yo'q. Bolalarida ham o'sha em bor. Eng kichkina qo'zilarida ham em bor. Mana qarang, bolasini ham shunaqa em qo'yib qo'yibdi. Ana o'yin qo'yib qo'yilgan. Mana ikkita bolasi ham urg'och buni, ha? Buniki ikkovi ham urg'och, sariqdiki. Sariqdiki ikkovi ham urg'och Alisher. Hop. Uni qo'yib yuber. Mana buni o'sha. Qo'zini o'sha. Buni bolalari bitta qo'chqor, bitta sovliq. Katta qo'zilar shuniki. Mana kashtan qo'zi. Kashtan qo'zilar mana. Bolasini mana yoshlikda ham o'zi Alisher sifatini qara. Mana shu ikki qo'zi. Bittasi qo'chqor, bittasi sovliq. Ikkovi qo'ydi bolasi. Mana oyog'iga latib belab qo'yilibdi. Metkalab qo'yganman o'zi, qo'zi. Endi narigisini ko'rsating. Uni chekka buni baqa qo'yib ber. Buniki qashqachalar, ikkovi ham qo'chqor mana. Ikkitasi ham qo'chqorcha. Ikkovi ham qo'chqorcha mana. Juda chiroyli ekan lekin. Alisher buni egizak serob.
Bitta ko'rib olganman. Buni bola boqishi, ertagalik birovga sotib ketdi, u ishimiz bitib ketavermaymiz. Ertaga bu og'oqdan maza qilsa. Narisini egizak nar sherigini ushlayapchiq. Hali qo'zi deganingiz-da? Qo'zi degan, o chekkada turibdi. Ehtiyot bo'lasiz. Ha. Mana. Mana. Bunisi-chi, qo'chqor sog'liq. Buniki ham qo'chqor sog'liq bolalari. Mana shu ikkovi shuniki. Mana. Qaysi mana? Mana shu ko'rsatib qo'yaman mana. Alisher. Mana akalar. Qarang, qulog'iga onasi bilan bir xil Netga qilib qo'yilgan hammasi. Mana. Tayyor mana. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Mana. Toza hisob. Qo'zi ekan hali Mana akalar. bak yaqinroq olib keling mana. Keyingisiga mana. Simjimi yana ham tulayapti, Alisher. Qo'ylar yaxshi ekan. Agar ozgina badan olib qolsa akara, O maza bo'ladi. demak akalar, ikkitasini bolasi qo'chqor sog'liq. Aha. Yo, uchtasinikimi? Uchtasini qo'chqor sog'liq. Bittasiniki ikkita qo'chqor, bittasiniki ikkita sog'liq. Ha, ikkita sog'liq, bittasiniki, uchtasiniki bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Bittasiniki ikkovi ham qo'chqor, bittasiniki ikkovi ham sog'liq. Bo'ldi aka. Mana bitta qoldi ko'rsatma ham qo'yamiz mana. Mana qo'zini ko'ring, mana bu qo'zini. Bitta mana qo'chqor. bu qo'zini addinni oling. Mana. Mana. Buni onasi mana. Mana onasi. Ana bola. Mana. Manasi, mana shu onasi. Mana shu onasi mana shu kashtan qo'ydi, bolasi. Qo'yib yuboribdi. Aka, qancha bun narxi? Narxini hammasini birdek kelishtirib beraman, Alisher. Hop. Mana qara, mana bu qo'yni bitta ko'rsatib qo'ying. Mana. Bolasiga e'tibor berilsin, bolasiga. Mana akalar, hozir so'mlarni ham ko'ring. Buni 12 million, 11,5 million emas. Qo'yig'i suyug'i bitta olishadim, ikkita olishadim, 11 milliondan tanlab olishaveradi. 11 million so'mdan. 11 milliondan tanlab mashina jo'natib bersa jo'natib beraveradi aka. Alisher, bo'ladigan narx aytilyapti. 11,5 bering, 100 ming o'tdim. Hali PR unaqa savdo kerak emas. 11 million so'mdan tanlab olishaveradi. Hammasini olamiz deysa, 11 milliondan ozmazdan yo'l qo'yib beramiz. Ertaga qarang aka, 1 oyda, xudo xolasa, 1 oy, 1,5 oyda bolalar agar 4 million so'mdan sotiladigan bo'lsa, pashta onasi aka qanchaga qoladi o'shanda? 8 million, 3 millionga 3 qoladi. millionga qoladi. Yana qo'chqor qo'shib Mana qo'ysa. hozir ham mashq qo'zini 3 millionga bermaydi, Alisher mana mashq qo'zilar qarang. Mana. Qo'chqorcha bu. Endi biz akalar eng past cenasini aytyapmiz. Xudo xolasa, egizchi qo'yni olgan odam aka, xudo xolasa baraka topadi. Chunki qo'yni o'zi aslida olganda o'zi baraka akalar. O'zi 5 ta qo'y olishadi, undan ham baraka aka. 15 ta qo'y boradi-da bog'i ham Alisher. Mana, hurmatli 5 ta qo'y ena olishadi, 15 ta bolasi boradi. Orqasidan 15 ta. Bo'lmasa akalar, keyingi partiyamiz bo'g'oz sog'lig'imiz bor, qisir sog'lig'imiz bor. Videoda oxirigacha e'tibor bilan ko'rib turing akalar. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz. Hurmatli tomoshabinlar, bo'g'ozlarni ko'ring akalar. Lapillagan oldi tuqqan akalar. Xudo xolasa, bo'g'oz qo'y so'ragan ukamizga mana akalar, sizga bo'g'ozlari xudo xolasa. Bitta ko'rib oling aka. Bo'g'ozni yo'g'onligini ko'ring-da aka. Ustini ko'ring. Ahmadjon aka nechta? Buni soni uka, hop 9 ta. 8 tasi bo'g'oz, bitta ona Bitta bola. tuqqani bor. Tug'di. Hop, bittasi tuqqan Alisher. Hop. Qolgani ham mana. Lapillab Bugun turibdi. erta xudo xolasa. Mana akalar, endi bo'g'ozni olganingizda endi bundan buyog'iga narxini iloji boricha narxini olsangiz garantiyada beriladi. Qo'ylar ko'rsatib qo'y. Qolganiga akalar shu qisirtib beriladi aka, to'g'risiga. Ustini ko'ring aka, qo'ydi. Mana. Ustini nima deyapti aka, qo'ydi polvonligi. Voy mashallah. Rangi ham novvot ekan aka. 4 dan 6 ga chiqaryapti aka. Aka, bular yosh qanaqa? Alisher 70% 4 tush qo'ydi. 70% 4. Mana shu qo'yni ham qarab, to'y deb turibdi. Yelini ko'rsatib qo'ying, yelini mana. Mana, Do'xga yaqin, uni ham ko'rsatib qo'ying. Mana. U ham Ahmadjon mana. aka, menga qarang. Buni ikkita ko'k noyobini chiqaramiz dedingiz aka. Yaxshi ko'k bor dedingiz a? Zo'rdan bu ikkita. Вообще zo'r. Xo'p, akalar, videoda oxirigacha e'tibor bilan ko'ring. Juda qiziq qo'ylar chiqadi akalar. Chunki ko'k qo'ydi, bo'g'ozini so'ragan ko'p edi. Qancha narx aka? Ona bola yo mana bo'g'ozi ketsin. 7 million 500 mingdan uka. 7,5 million so'mdan qo'yib beramiz. 7,5 million so'mdan. Mana aka, narx sizga 7,5 Alisher million so'mdan. 7,5 milliondan telefon qilsa yana o'tib beraman. Yana o'tadigan joyi Yana bor. o'tib beraman uka. Yashang. Mana hurmatli tomoshabinlar, yosh, aniq ko'rinib turgan bo'g'oz qo'y 7 million 500 ming so'mdan yana ozmoz xayri bor. Bitta bolasi ham bor, qo'chqorcha. Mana. Ishqovoziga aloqaga chiqib o'rasizlar. Shu 5-6 kunlik bo'lgan menimcha. Qo'ylar akini lapullab turibdi. Bugun 4 kunlik oldi qo'zsa. Egizak to'p qolsa baxtlaring aka, olavering qo'ydi. Tavsiya qilaman akalar, ash ko'kimiz bitta haydab chiqsinlar a. Uni qamab turib, bo'lmasam. Ha, bu shu ko'p chiqaramiz hozir. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu qo'ylar oddiy qo'y emas aka. Bu dollar rang qo'y. Rangini ko'ring, juda ko'pchilik ishqivoz bo'lishadi. Temboli ikkitasi ham akalar, qulog'idagi eni ham bir xil, qulog'idagi sirg'asi ham bir xil aka.
Ko'rib oling qo'ydi. Yaxshilab e'tibor bilan ko'ring. Mana. Ko'k qo'y so'raganlarga. O 100 dan ichigacha tiniq ekan. 4 dan 6 ishga o'tyapti ekan, ha. Xo'p, Ahmadjon aka bunisi-chi? Bunisi ekich ko'rsatib qo'y uni. Ikki qo'y. Ona bola emasmi bular? Ona bola-da o'zi ikkovi. Ona bolami? Ha. Bo'g'ozmi ikkovi ham? Bunisi naq. Alisher. Bunisi 100%. Narisi 50-50. Ha, bunisi 50 keldi. Ha. Ana, bo'lib ko'rlarni ham qarang qo'ydi. Zo'r ekan lekin akalar. Ekich. Endi chiqaryapti ekich. Bunisi naq. Bunisi 50 kellik. 50-50. Endi boladan ajramagan lekin ha? Yo. Endi yelini osilib turibdi-da, shunga aytyapman. Biz ham mana hali sotaveriq. Narigisi lekin bilinib qo'yapti. Mana shu narsa. Qancha Ahmadjon aka bundan narxi? Ikkovini 8,5 dan bo'lsa beramiz, Alisher. Dastlabkichida. Dastlabkasi Samarqandgacha ichida. Yashang. Mana hurmatli tomoshabinlar, bo'ylari 80. Bugun qo'ylarni bo'yini aytmabmiz aka. Chiqarilgan qo'ylarimiz akalar 85 sm urgan akalar. 90lari ham bor bu ona bolalarning ichida ham. Bu ham 85 plus minusga hisoblanib chiqarib olasiz akalar. Hop, keyingi partiyamizga so'ylari chiqadi, ya'ni boladan ajragan sog'liqlar chiqadi akalar. Keyingilarni ko'ramiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana akalar sizga keyingi partiyalarimizga akalar boladan ajragan yaxshi sog'liqlar akalar. Bu ya'ni akalar so'y bo'ylari 90 gacha oldi, 85 keti ham akalar. Juda yirik, yaxshi sog'liqlar akalar. Mana o'zim qo'y qilaman degan ko'kalarimiz bo'lsa, ja ko'pmas lekin, juda ko'pchilik so'rayap turadi, lekin obunachilarimiz ham bilmadim. Qo'ylarga qarang, Alisher. Yetmay ham qolsa kerak. Jonivar. Qo'zi ekan, Bu bir marta tuqqan ekanda. Tug'magan u. Tug'maganmi? Tug'magan u hali u. Tug'ilganda. Ha. Tug'li 85 qarang. Mana bular tuqqan kashtanglari. Mana. 4 dan 6 ga chiqaryapti ham. Lekin bularda akalar Ahmadjon aka bir 15-20 kun bo'lsa kuyikadimi qo'ylar? Hozir ham tayyor. Hozir ham tayyor. Ha. Alisher demak qo'ylar qiynalib, ariq qo'ymasda, qo'ylar qarang suyagini. Suyak katta ekan lekin. Bo'yi 85-90. Mana 4. Asosan 4-6 mi? Asosan bittami 6 bor. Qolgani 4 qo'y. 4 qo'zi. Ha. Mana yo'g'onligini ko'ring. Ahmadjon aka bu oxirgi partiyamiz. Oxirgi partiya. Qo'y nechta soni? 9 ta. 9 ta qo'y chiqaryapmiz, lekin bu video syomkamizga kerak bo'lsa butun O'zbekiston ko'radi. Buni qo'y so'ragan ko'p. Endi bittadan olsa ham o'zi 9 ming, 10 mingta bittadan olib qo'ysa ham tugashi mumkin-da aka. O'shaning uchun bir joyga bir yengil qayting, bir kishi 6 million 500 mingdan. 6,5 dan ketdi. Dastlabkichida. Dastlab optim olsa 6 million 500 mingdan. Endi buning ichida Alisher yakkalabki o'zimizga 8 millionga egasi bermagan qo'ylar bor-da. Qo'yug'i, suyug'i 6 million 500 ming so'mdan dastlabkasini qilib beramiz. Narxlarni xudo xolasa yengil qo'yib beryapmiz uka. Mana hurmatli tomoshabinlar, 6,5 million so'mdan ketdi akalar bir joyga bo'lsa, dastlabkasi ichida yetkazib beriladi. Ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqavergan akalar pastda raqamlar qo'yib qo'yamiz. Hop, manzilimizni sizga bir qator eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Saroy qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.